Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilayotgan eng dolzarb mavzulardan biri tabiblarga bo'lgan salbiy munosabatlar. To'g'ri, har bir sohada malakali va malakasiz mutaxassis bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda tabiblarga folbin, yolg'onchi, firibgar, o't o'lan bilan davolovchi, kufsufchi degan tamg'alar ham qo'yilyapti. Bu nafaqat tabobatda, balki boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin. Yolg'onchi yurist, yolg'onchi quruvchi, malakasiz shifokor bo'lishi mumkin. Men aytmoqchimanki, har bir insonni o'z kasbiga, o'z ishiga bo'lgan munosabati uni vijdoniga havola. Va siz o'zingizga mutaxassis tanlayotganingizda uning professionallik darajasiga e'tibor berishingiz kerak. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman, O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobat assotsiatsiyasi tomonidan berilgan guvohnoma asosida ishlayotgan tabiblar qonun tomonidan himoya qilingan hamda qonun oldida javob beradi. Tabobat faniga keladigan bo'lsak, bu fanni butun dunyo tan olgan fan hisoblanadi. Bu fan mavjudmi va u rivojlanyaptimi? Demak, bunga ehtiyoj bor. Zamonaviy meditsinaga 200 yil bo'ldi. Tabobat yo'nalishiga 2000 yil bo'ldi. Bunga asos solgan Abu Ali ibn Sino har bir ma'lumotini, har bir yetkazmoqchi bo'lgan ilmini, bilimini nabaviy tabobatlaridan olgan.